Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan o'sha mashhur Minecraft o'yinini qanday qilib pulli va bepul versiyalarini kompyuterimizga o'rnatib o'ynashni ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan Kamina Afandi videoni boshladik. Xo'sh, birinchi navbatda sizga men pulli versiyasini qanday qilib uстановка qilishni o'rgataman. Bu yerda qidiruvga Minecraft oddiy Google'gami, любой joyga Minecraft deb yozasiz va ofitsialniy minecraft.net sayti bor. Bu saytga kirib olamiz. Hozircha menda o'zbek tiliga o'girilib turibdi, aslida ruscha edi bu sayt. Xo'sh, bizga kerak bo'ladigan narsa Microsoft hisobi bo'ladi, ya'ni Windows uchun ochilgan hisobimiz. Menda bu hisob bor ushbu akkauntimda. Hozircha sizga qanday qilib xarid qilishni o'rgatib qo'yaman. Bizga kerak bo'ladigan versiyasi Dungeons bizga kerak emas, Legends kerak emas. Minecraft Java and Bedrock Edition. Pastda chiqyapti bizda hozir Minecraftni qaysi joyga o'rnatasiz? Chromebook, iOS, Android, Nintendo Switch, shunaqa aytiladi menimcha, PlayStation. Xo'sh, bizga kerak bo'ladigan kompyuter Mac yoki Linux versiyasi. Bizga narxlari chiqarib beryapti hozir. Bunda $39.99 nimalar bizga berishadi bu yerda? Minecraft Bedrock Edition, Java Edition, Minecraft Launcher, 1600 ta Minecoins, 5 ta xarita, Texture Pack, 5 ta xarakter va shunaqa narsalar berishar ekan va bizda standard PC edition bor. Bunda ham shu Java, Minecraft Launcher, Bedrock Edition hammasi bor. Xo'sh, bizni plyuslari 1600 ta Minecoin, 5 ta xarita, bu bizga pulli narsalar paketimiz ichiga qo'shib berishyapti. Menimcha arzonroq tutsa kerak. Xo'sh, men ushbu paketni sotib olganman. Hozir sizga Minecraft Launcher qanday ko'rinishdaligini bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Minecraft Launcher ishga tushira olamiz birinchi navbatda. Xo'sh, ozgincha zagruzka qilib olish kerak. Xo'sh, hozirda bu home screen, keyin Java Edition'ga o'tamiz. Hozir bu yerda bizda hozir 1.21.11 oxirgi versiyasi turibdi. Microsoft akkauntim mana kirib olganman. Bu akkauntimda Minecraftni sotib olganman. O'shaning uchun o'sha akkauntdan kirib turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Java Edition, Bedrock Edition, Bedrock o'ynab ko'rmaganman. Bu hozircha menda bor. Qachondir o'ynab ko'rish mumkin. Minecraft Java Edition. Xo'sh, bu yerda bizga kerakli versiyalar bu yerdan tanlab olishimiz mumkin. Agar topa olmasangiz, mana bu yerda installation, ruschada ustanovka deb turadi. Yangi ustanovka qo'shmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerdan xohlagan versiyangizni tanlab o'rnatishingiz mumkin. Masalan, eski versiyalarni o'rnatmoqchi bo'lsak, release deb yozamiz. Release deb yozsak, mana bizda barcha eski versiyalar chiqib keladi. Masalan, 1.21.10. Mana oddiy xohlagan paytingizda o'rnatishimiz mumkin. Bu bizda zagruzka qoladi, mana bitta o'rnatib oladi. Shu yerdan oddiy playga bosib, Minecraftga kirib ketib o'ynaverasiz bemalol. Endi esa eng qizg'in joyi Minecraftni bepul versiyasini qanday o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda biz kiradigan joyimiz Google'ga Launcher deb yozamiz. Launcher mana tlauncher.org, mana tlauncher.org kirib olamiz ushbu saytga. Xo'sh, birinchi navbatda download tlauncherga bosib qo'yamiz. For Windows, MacOS, Linux xohlaganimiz bizda Windows bo'lgani uchun Windows o'rnatamiz. Bosib qo'yamiz va bu yerdan chiqib ketmay turamiz. Bu bizni zagruzka qilaveradi. Birinchi qiladigan ishimiz bizga keyinchalik kerak bo'ladigan narsa sign up, ya'ni akkauntimiz bilan ro'yxatdan o'tib qo'yishimiz kerak. Xo'sh, bizga loginga ismimizni yozamiz. Masalan, nimadir? Afandi 777. Emailga o'zimizni ishlatadigan emailimizni, xohlagan emailimizni qo'yishimiz mumkin. Parolni o'zimiz xohlaganimizdek kiritamiz. Bu yerga ham xuddi o'sha parolni kiritamiz. Juda oddiy. Sign up. Tamam. Biz tayyor, saqlab qo'yamiz. Xo'sh, keyingi qiladigan ishimiz bu yerdan Launcher o'rnatib olgan faylimizni, endi o'rnatgan, yuklab olgan faylimizni kompyuterimizga o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Добро пожаловать ruschada chiqyapti. Ну, продолжать bosamiz. Я принимаю, biz qabul qilishimiz kerak bu narsani. Xo'sh, buni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi, chunki Yandex brauzer agar sizga kerak bo'lmasa yoki o'rnatib qo'ygan bo'lsangiz, bemalol продолжать. Выполнить чистую установку. Ushbu knopkani bosib qo'ysangiz, Minecraftning eski versiyasi
kompyuteringizda bor versiyasi o'chib ketib qoladi-da, barcha fayllar bilan sizni mirlaringiz bo'ladimi, hammasi o'chib ketib qoladi. O'shaning uchun bu narsaga bosmagan ma'qul. O'rnatiladigan papkasi Minecraft papkasiga o'rnatiladi. Hozircha keyin kirib olgandan keyin men bu narsani o'zgartirishimga to'g'ri keladi, chunki menda original Minecraft o'zi bor. Hozir launcher bizga o'rnatilmoqda. Ozgincha загрузкani kutishimizga to'g'ri keladi. Xo'sh, darrov ochildi, yaxshi. Xo'sh, Minecraft ana endi birinchi navbatda bizni qiladigan ishimiz bu yerda no accounter ko'rgan bo'lsangiz, biz bu yerga account qo'shishimiz kerak. Xo'sh, configure accounts, username. Biz boya ochgan akkauntimizni endi paroli bilan shu yerga afandi 777 kiritishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, save an account. Xohlasangiz original Minecraft akkauntdan ham bu yerga kirsa bo'lar ekan, Microsoft akkaunt orqali. Akkaunt saqlanib qildik. Tamom. Bizda shu hozircha mana bu yerda paydo bo'ladi. Bizga o'rnatiladigan versiyalarimiz bu yerda joylashgan. Xohlagan versiyamizni bu yerdan topsangiz bo'ladi. Launcherda barcha bazasi bor. Buni ko'rishingiz mumkin. Eski versiyalar, yangi versiyalar. Xo'sh, Optifine versiyalari bu bizga shader o'rnatish kerak bo'ladi. Keyinchalik shader o'rnatishni ham ko'rsatib o'tib ketaman. O'shaning uchun xohlagan versiyangizni mana shu yerdan tanlab, release 21.11 oxirgi versiyasi. Xo'sh, nastroykaga kirib olamiz. Bizga nastroyka ham bunoq settings. Hozir men bu narsani Minecraft papkaga o'rnatib qo'yganman. Menda original Minecraft papkasi bilan adashib ketmasligi uchun shu papkaga o'rnatib qo'yganman. Resolution men ekranimga mos qilib qo'yganman. 1920 ga 1080. Xo'sh, bu bizni RAM-imizdan qancha joy ishlatishi. Buni ko'tarib, iloji boricha ko'tarib qo'ygan yaxshiroq, chunki o'yinda qotishlarni oldini oladi. Save. Xuddi shunaqa bo'ldi. Biz Minecraftni mutlaqo endi tekinga o'ynashimiz mumkin. O'chirib qo'yamiz musiqasini. Xo'sh, normal FOV'ni tushirsak, ko'tarsak bo'ladi. Single player. Xo'sh, yangi o'zimizga mer ochsak bo'ladi bu yerdan multiplayer. Multiplayerda shu serverlarga qo'shilib o'ynasak bo'ladi. Server qo'shib, server adresi, server nomi. Xohlasanglar buni ham to'liq tushuntirib o'tib ketishim mumkin. Hozircha bundan chiqamiz. Xullas, ochiladigan oyna bir xil, farqi bo'lishi mumkin. Ofitsialniy serverlarga launcher orqali, launcherda ochilgan akkaunt orqali kirib bo'lmaydi, lekin do'stlaringiz bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz, Aternos yoki shunga o'xshash hostinglarda o'zingizga server ochib, bemalol kirib o'ynaversangiz bo'ladi. Launcherdagi akkaunt bilan ham bemalol tekinga maza qilib o'ynashingiz mumkin. Xohlasangiz, men mutlaqo maza qilib o'ynashni xohlayman desangiz, pulli versiyasini sotib olsangiz ham bo'ladi. Agar sizda ichingizda $40 og'ritmasa. Hozircha shular. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying, obuna bo'ling. Sizni hali bundan ham zo'r kontentlar kutib turibdi. Sizlar bilan afandi bo'ldi.